Assalomu alaykum vatandoshlar. Samarqand Urgutdan Bekdiyorga T9 mashinalari ham bitta, xudo xolasa, cho'tka qilib, hamma narsasini zavodskoy singanin qilib, mana kraskalargacha hammasini cho'tka qilib o'rnatib berdi. Xudo xolasa, plastmassalarni ham, choklari ham shishib ketmagan, mana ikkala tomonini ko'rishingiz mumkin. 8 talik qo'yganmiz, hammasi ideal holatda bo'ldi. Mana yondagi zeshtalar ham hamma narsa uzunlikka o'zi qo'yib berdi. Bunda kompyuter sistemini qilib, gaz ekonomik rejimlarga qo'yib, chiroyli qo'yib berdi. Bekdiyor, ichingiz chiqdi mashina? Aka, rahmat. Baraka toping iloyim. Yaxshi kunlar ko'rishaveraylik. Men o'ylaganimdan ham ziyod chiqdi. Gap yo'q. Yana 3 ta mashinamiz bor, uchalasini shu yerga olib ketirib, boshqatdan terdirib chiqamiz. Xuddi mana shu tilda qilib. Bo'ldi. Avvalambor sizga rahmat. Bo'ldi. Baraka toping iloyim. Yaxshi kunlar ko'rishaveraylik. Lekin men o'ylaganimdan ham ziyod qilib chiqarib berdingiz aka. Gap yo'q, Bekdiyor. Yangi mashina salondan olib chiqib, to'g'ri yerga olib keldim mana. Videolaringizni ko'rib. Prinsip ham to'qilmagan ekan, Bekdiyor. Prinsip ham to'qilmagan edi. Bo'ldi. Ko'ngildagidan ham ziyod chiqdi. Rahmat, baraka toping. Bo'ldi. Mana shu xizmatlar bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar. Hammasini xudo xolasa cho'tka qilib, ideal qilib beramiz. Bekdiyor, bergan pulimizdan rozi bo'ling, mana qilgan mehnatimdan roziman. Baraka. Sog' bo'ling, mashina. Xo'p.